Quchog'i to'lgan omadga, qo'sh kelingiz ovqatga deb turib, bugungi yumushimiz ikki etajga jasab bergan pechkamiz inshaalloh. Qarag'lar shunday sonon qilib ikki etajli uy, podval dele bor. Biz podval 0 hisoblansa, birinchi, ikkinchi etajni pechka solib berdik inshaalloh. Hozir ko'rsatamiz. Ana shunday kirganda mana birinchi komnat bo'ladi, ikkinchi komnat bo'ladi, o'dadagi uchinchi komnat, bu joy to'rtinchi komnat bo'ladi. Turadi o'tadi. Ayni ikki eshikdan menen inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Nemetskaya sistemada 3 оборотlik qilib duvaldan ko'p sirtqa chiqarganimiz yo'q. Folding rashotlarini chiqarib ketdik, steyashga bo'laylik. Uyni esa shunday sonon qilib mesdan rastab ketgan. Arqa jag'imda pabrazli duxovka и маленький ekranchiki bo'ladi. Endi ustiga chiqam. Lestnitsasi bo'laylik. Kichkina chiqishga neudobniy bo'ldi. Ikkinchi etajda shunday cho'ng listlari bo'ladi inshaalloh. Mana do'g'aloqlardan tozalasa bo'laveradi kengari. Bu keyingi komnatasi bo'ladi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, baylanish nomerlari 559 62 62 42 ga WhatsAppdan chiqib adresini aytsanlar, aqchasini aytamiz. O'chirtga xattalib ketasinglar inshaalloh.